Men bu niblagodarniy haromi insonlar videosini bitta ko'ringlar. O'rtoqlar, bu videoda ko'rishinglar mumkin. O'zim aytib beraman nima bo'layotganligini. Men bu videomiz avtori, ya'ni ayol kishilar to'yga kelgan, kimdir to'yiga va bir narsani guvohi bo'lishgan. Ya'ni ko'rishinglar mumkin, men bunaqa chashishkada to'ylarimizda, ya'ni bodomlar har xil, ya'ni qaqshuq deb qo'yadi, ya'ni har xil bodom semizga bir narsalarni solib to'ylarda, ziyofatlarda qo'yishadi. Ko'rishinglar mumkin, bu videomiz avtori tipa noshukur ayol mana shu chashishkamizda qandaydir bir xitrestda, ya'ni o'zicha ochiqlagan inson sifatida video yasagan. Ko'rishinglar mumkin, bu chashishkamizni ichiga birinchi karton bilan to'ldirib turib, keyin ustigagina, ya'ni chaqchuqlardan shu bodomlardan solgan. Nima uchun bunday bo'lgan? Ya'ni shu to'yimizni egasi, ya'ni to'yimizni avtori deymizmi? Bu narsani qilishligi sabab, ya'ni balkim cho'ntagida puli sal ozroqdir, sharoiti ko'tarmagandir. Shunisiga ham rahmat, ya'ni to'y qilib xalqqa e'lon qilib berayotganligida o'zi yetarli o'zi aslida o'rtoqlar. Bunday ya'ni dabdaba hech qanday bir narsaga dolji emas, ya'ni hech qanday bir chaqchuq qo'yib, ziyofat qilib, oshni zo'r qilib berishligiga dolji emas. To'yimizni avtori, videomizni avtori niblagodarniy haromi ayol, ko'rishinglar mumkin. Shunday bir, ya'ni sharoitdan kelib chiqib, bodomni salgina ozroq solganligi uchun butun xalqqa sharmanda qilib, video qilib, bunaqa qilmanglar deb o'zicha video yasab, butun xalqqa ovoza qilgan. O'rtoqlar, bu vaziyatga nima deysizlar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib o'tib ketinglar.